Xo'p, bu qisqacha videoda mandan oldingi kontekstual Google reklamada noto'g'ri sozlamalarini to'g'rilab ketishni sizlarga ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Xo'p, nima bo'lishi mumkin? Например, ko'pchilik bilar bilmas, asosan bilmagan holda avtomatik plachosh qo'yib qo'yadi. Bu bosh og'rig'i, gemoroy narsa. Avtomatik plachosh bilasizlar, oldin 0 balans bo'ladi-da, oldin qarzga tiqadi, $50, $100, $200, qancha ko'p ishlashingizga bog'liq, reputatsiyangizga bog'liq. Keyin o'sha minusga tiqib turib, keyin o'sha pulni Visa kartadan yechib oladi. Bu juda ham noqulay narsa, bosh og'riq narsa. Har doim aytaman, men ikkinchi sposobi bor, bilasizlar, predoplata. Oldin pul tashiysiz hisobingizga $50, $100, $200 misol, o'shani ishlatadi, 0 ga kelganda reklamani o'chiradi. Shunda sizni reklamodatellar oldi, zakazchik oldida ham muammoingiz kamroq bo'ladi. Shuncha tashiysiz, tashiydi bo'ldi, o'shani ishlatadi, 0 ga tiqadi bo'ldi. Har doim predoplatani ishlatinglar. Avtomatik plachosh bu lishni gap so'z bo'ladi. Qaramay qolgan joylarda, misol uchun, minusga tiqib boradi, keyin uni yana reklama o'sha zakazchikka tushuntirish kerak. Xullas, bu yerda mendan oldingi kontekstual avtomatik shu payt pastda narsa qilishligi kerak. Mendan oldingi nima xatosi bo'lgan? Avtomatik plachosh qo'ygan, bu birinchi xatosi bo'lgan. Ikkinchisi, yuridik litso qilib ro'yxatdan o'tkazgan. Buni ham maslahat bermayman. Redka yuridik litso qilaman. Misol uchun batda o'tkazganimda yuridik litso qildim. Boshqa uslugalarda prosto oson narsalarda fizik litso qilinglar, baraka topkurlar. Yur litsoni ertaga volokidasi ko'p. Hammamiz bilamiz, 1 oymi, yarim yilmi, 1 yilmi baribir proverkaga tushadi. O'sha proverkaga tushganda yur litsodan ko'proq dokument so'raydi. Guvohnomangni yubor deydi. Plachoshkalarni yubor, shartnomangni yubor, shu fakturani yubor, mana shunaqa narsalarni yubor, pechatingni anaqasini yubor. Deydi-da, o'shaning uchun fiz litsoga o'tkazgan yaxshi. Bu akkaunt ochilgan, deganimda avtomatik plachosh yur litso qilib qo'ygan, u yetmaganda yana ma'lumotlarni noto'g'ri kiritib qo'ygan. Bu reklamniy kabinet ertaga proverkaga tushsa, bu nastroykasi bilan proverkadan chiqarish, bilmadim, shansi kam. Shuning uchun faqat proverkaga tushmaguncha men hozir buni plachosh predoplataga o'tkazaman, yur litsoni fiz litsoga o'tkazaman va o'sha adreslarni, email, hamma narsani to'g'rilab qo'yaman, ertaga proverkaga tushganda tez o'tib ketish uchun. Xo'p, buning uchun nima qilasizlar? Birinchi o'rinda o'sha reklama ochilgan Google akkauntni o'ziga kirasizlar. O'ziga nima demoqchiman? Men o'zi reklama so'zlab qilganimda dostup so'rayman. Mani pochtamga dostup ber, men o'zim pochtamdan nastroyka qilaman. Uni o'sha Google akkauntiga, uni Gmail'iga login, parol qilib kirib o'tirmayman. Prosta mana shu plachoshkalar bilan ishlayotganinglarda, profilingizni so'zlab qo'yotganinglarda, shu nastroykalarni o'zgartirayotganinglarda обязательно o'sha Google akkaunti o'ziga kirishinglar kerak. Shu Google akkauntingni ber, login, parolingni ber deb kirasizlar. Bo'lmasam, agar hozir mana dostup berilgani ham bor, dostup berilganida mana bu nastroykalar ochilmaydi. Yarmi ham bo'lmaydi. Chunki o'ziga kirib, mana avtomatik plachoshdan shu o'zidan вроде variant beryapti, mana boshqa variantlarni olganda, mana plachosh predoplata yopib turibdi. O'tkazib bo'lmaydi. Uni plachoshniy akkaunt, bu plachoshniy akkaunt degan tushuncha bor. O'sha to'lovchi akkaunt, o'sha to'lovchi akkauntni boshidan so'zlab qilinadi-da. Tak, o'sha platelshikka o'tasizlar. Yur litsoni o'rniga fiz litso tanlaysizlar, mana bunaqa oyna ochiladi. Tip akkauntni o'zgartiramiz biz. Sut shunda. Измените тип аккаунта на частный. Okey, mana tekushий tip akkaunt organizatsiya turibdi, то есть yur litso turibdi, san o'tmoqchi bo'layotganingni o'tdi, частный fiz litsoga o'tmoqchisan deyapti. Sababini menga ko'rsatgan deyapti. O'shanda eng надежный, eng tinch varianti bu выбран неверный тип аккаунта при регистрации. То есть o'sha boshida ro'yxatdan o'tkazayotganimizda noto'g'ri tip akkaunt ko'rsatganmiz. O'shaning uchun o'zgartiryapman degan sababni tanlab, dali keyingisi san hali proverkalardan o'tasan, paroklaring o'zgarishi mumkin, u yoq bu yoqda dali qilamiz. Aytgancha yana aytmoqchi edim, hozir bu yerdan chiqib turaylik-da. Xo'p, svodkaga kiradigan bo'lsa, men o'zi to'liq ishlamagan u. Buni balansi o'zi mana $50 gami qarzga kirib yotadi, $50-60 ga.
Sizlar mana shu avtoplachёshkada mana bu yerda ko'rsatgan summa bu qarzga kirgan summalar. Minus qilib ko'rsatmaydi. Mana shunaqa ko'rsatadi. $50 turgan bo'lsa, shu yilda $50 bo'lmaydi. $50 ishlatib bo'lgan bo'lasizlar. 30 mi, 20 mi, necha son turgan bo'lsa, oldin o'shani o'sha внести платеж qilib turib, oldin 0 ga olib tushib olinglar. O'shanda muammo bo'lmaydi. 0 qilib olasizlar, qarzinglar bo'lmaydi. Reklamani pauzaga qo'yib olasizlar, shu 0 dan yana minus kirib ketmaysizlar-da, 0 qilib olib, keyin уже настройкаga o'tasizlar. Оплата настройка. Плательщик o'taman. Xuddi shu shakli. Юрлицоning o'rniga fizlitso tanlayman. Sababiga birinchisini неверный tip akkaunt qilaman. Dalay qilaman. Tushunmayman deyman. Strana bu yerda mana shu stranani tegmaganinglar yaxshi. O'zbekiston turibdimi? O'zbekiston turaversan. Xo'p, men hozir платежный akkaunt sozdат qilib bo'ldimda, keyin kallamga urib qoldim. Mana shu videoni yoqib yuborsam, bolalarga ham foydasi tegar deb. Sizlarda mana bu yerda mana платежный akkauntda plus turgan bo'ladi. Hozir bosilmayapti menda. O'sha plusni bosib, платежный akkaunt настройкалari ochiladi, xuddi boshdagi. O'shani otingni, familiyangni yoz, anaqangni yoz, adresingni yoz, anaqangni, shaharingni ko'rsat, regioningni ko'rsat. O'sha настройкалар ochiladi, o'shani to'ldirasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, uni to'ldirganingizda hozir o'sha yerdan yana ko'rsataman. Mana налоговая informatsiya fizlitso tanlaganman. O'sha юрлицоmiz fizlitsoni tanlaysizlar. Способ оплаты qilib, o'sha viza kartani kiritasizlar. Demak, misol uchun viza karta ma'lumotlarini kiritganingizdan keyin mana galchkani bossam, ana платежный akkauntda настройкалari ochiladi. Misol uchun adres, kvartira, indeks, город. Xo'p, bunda nima maslahat beraman? Платежный akkaunt sozdат qilayotganingizda hafsala qilinglar. Shoshilmanglar. Reklama nastroyka boshlashdan oldin har doim so'raydigan narsalar esingizda bo'lsin. Ro'yxat qilib olinglar, o'shani yuborasizlar. Viza karta sразу ichida puli bilan, o'sha $100 minimum misol uchun. Viza kartani so'raysizlar, samo собой rasmi oldi orqasi, bo'lmasam yozib yuborgan bo'lish kerak. Ichida puli bilan deysizlar. Viza kartani egasini pasportini skanerini so'raysizlar, yo'q o'sha IDsini, pasportdan skanerini so'raysizlar. U boshida kerak bo'lmaydi, erta proverkada kerak bo'ladi. Oldindan olib qo'yinglar hamma narsani. Propiska bo'yicha MyGovdan olingan dokumentini so'raysizlar. MyGovda любой odam MyGovga kirib, misol uchun o'sha yerda poiskda propiska deb yozib, o'sha registratsiya qilinganligi haqida propiskasi bo'yicha bunaqa dokumenti bo'ladi. Выписка регистрация по месту постоянного проживания гражданина. То есть o'sha propiskasi bo'yicha MyGovdan выпискada, как бы kafolat xati deydi, mana shu. Va o'sha dokumentni rus versiyasida olinglar. Rus versiyasida bering menga desa, o'sha PDF. U odam kiradi 5 minut. O'sha narsani poiskda qidirib, выписка deb yozadi, o'sha chiqadi, skachatga bossa, unga bepulga shunday beradi. Shuni olganingizdan keyin, выпискani olganingizdan keyin adresidagi adresni ko'rsatasizlar boricha Google'da ham. Nega? Farqi yo'q. Bu yerda agar u даже mana 9-domda turmay 8-domda realni turadigan bo'lsa, bu yerda 9-dom deb noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, demak sizlar shuni kiritasizlar. Chunki ertaga proverkaga tushib, menga o'sha nimadir shu yerda haqiqatda turishi haqida dokument bergan deganda, sizlar mana shu dokumentni unga yuborasizlar. Shu egasidan so'rab o'tirmaysizlar-da, o'shaning uchun boshida olish kerak. O'sha Google tekshiradi mana shu adresiga. Shun bilan mana Toshkent Yunusobodskiy rayon, Qozog'iston, Shaxshiyev 9 ga. Просто tuppa kopировать qilib, yarmini butga qo'yganman. Bo'ldi. Xuddi shunaqa qilasizlar. Yana bitta narsa bor. Aytganimdek, rus tilisini olinglar. O'zbek tilisida bu lotin alifbosida yozilgan bo'ladi. Bir xillar uni tanimaydi. U deydi, "Mana bu adresing" deydi, "Sen yuborgan dokumentni ko'rinmayapti" deb realni yozadi. Rus tilisini qayerdan oladi? Просто MyGovda rus tilisiga o'tkazib turib skachat qiladi. Hozircha men to'liq ko'rsatib yuboray. Shoshmaymiz-ku. Tak, davom etamiz. MyIDga kirganda tuppa misol uchun rus tiliga o'tkazib turib, например, там nima propiska deb noto'g'ri yozsa ham, misol uchun просто propiska deb yozsa, сведения о регистрации по месту жительства qo'yasizlar. Mana, выдача справка о месте жительства, получить услугу qiladi.
просто skachать qiladi. Bo'ldi ana. Adres olib qo'yaveradi. Xo'p, yana nimani bilish kerak? Bir xillarda, ayniqsa ayol kishilarda, misol uchun ularga nomiga registratsiya qilayotgan bo'lsanglar, ularniki mana adres постоянный прописка bo'ladi-da, и adres временный проживание bo'lib, xuddi mana shunaqa yana ma'lumotlar bo'ladi. O'sha payt sizlar o'sha adres постоянный propiskadan o'tgan joyini adresini kiritasizlar. Mana временный проживаниеsi qiziq emas uni. Mana shuni olasizlar. Adres постоянный xullas tushundinglar. Oldinglar, kiritdinglar, indeks Toshkent u yoq. Keyin yana bitta narsa, viza kartasini kiritayotganinglarda viza kartasini rasmini so'ranglar. Chunki viza kartadagi ot bilan pasportdagi ot boshqacha bo'lishi mumkin. Misol uchun Tojaliyev Muhammad Amin deb yozilganda, viza kartasida Tojaliyev Muhammad deb yozilgan. Или misol uchun Marat ham bo'lib, u at ham yozilgan bo'lishi mumkin. Yo'qsa X qattiq yumshoq. O'shaning uchun eng tinchi viza kartani kiritayotganda viza kartani dagi kart holder bilan один к одному qilib kiritganinglar tinch bo'ladi. Tak, viza kartani kiritgandan keyin, fizlitso qilingandan keyin eng важныйларdan bittasi o'sha avtomatik платеж o'rniga biz платеж по предоплате deymiz. Ichiga minimum $10 tashlaymiz, sababi viza karta aktivnimi yo'qmi bilish uchun o'sha yerdagi $10 yechib oladi. Xavotir olmanglar, o'ziga olib qolmaydi, u hisob raqamga tushiradi. Bo'ldi. Fizlitso, viza karta, предоплата, отправить. Перенос типа аккаунта завершен. Теперь для вашего аккаунта указан тип физическое лицо. Скорее вам будет нужно пройти проверкаdan o'tib qo'yishing kerak bo'ladi. Okey. Отлично. Mana уже bizada предоплатаga o'tdi. И сведения плательщикimiz ham tuppa-tuzuk to'g'rilangan holda imya, adreslar mana hammasi cho'tki bo'ldi. Endi xavotir olmaymiz, proverkaga tushgan taqdirda ham mana senga sразу pasportini skaneri, mana senga misol uchun viza kartani rasmini uni so'ramaydi ham u. Mana senga MyGovdan olingan официальный выписка Google bir kunga qolmay hamma proverkadan o'tkazib oladi. Menda mana shunaqa to'g'ri registratsiya qilganimda Google'da shuncha yildan beri bir marta ham muammo bo'lmagan. Blokka tushgan taqdirda ham olib chiqib qo'yganman. Chunki hammasini to'g'ri qilish kerak. Shuning uchun boshida kimdir sizlar bilan ishlamoqchiman, o'sha avans berdimi, predoplata berdimi, sразу shu narsalarni yozib yuborasizlar. Viza kartani hisobida pul, viza kartani egasini pasport skaneri, viza kartani egasini MyGovdan olingan выпискasi. Qanaqa bo'ladi desa, o'zingizlarnikini olib tashlab beringlar. Mana shunaqa bo'ladi, mana bunaqa bo'lasizlar. Keyin yana bitta narsa, ya'ni yaqinda praktikada bo'lgan narsa, bir hafta oldin bo'ldi. Bir xillarda viza kartani kiritasizlar, prям hamma narsani to'g'ri kiritasizlar. Bunaqa viza karta yo'q deb turadi. Unaqa demaydi. Oy bilan yilini noto'g'ri kirgizyapsan deydi. G'alati ashibga beradi. Oy bilan yilini noto'g'ri kirgizyapsan degan ashibga beradi. Siz tekshirasizlar, hamma narsa to'g'ri, yana kirityapsizlar, oy bilan yilini noto'g'ri kirgizyapsiz. Bu nimadan bo'ladi? Kapital bankda mana shu narsa bo'lgan. Bo'ldi yaqinda. Bank tarafdan viza kartaga ограничение qo'yib qo'yilgan. Onlayn to'lovlarga ограничение qo'yib qo'yilgan. И o'sha hisobiga bu yerga kiritib bo'lmaydi. O'sha payt birinchi xayolingizga keladiganingiz egasi aytasizlar, bankka telefon qil, viza kartangda ограничение bor, internet to'lovlarga deydi. U bankka olib tashlaylar deydi, bir kunda olib tashlaydi ular, keyin kiritsanglar уже ishlab ketadi. Xo'p, foydali bo'lgan bo'lsa like, подписка, поделиться qilamiz. Gruppamizda bor, savollar bo'lsa o'sha yoqqa kiringlar, savollarni beringlar. Shaxsiyda o'rtoqlar faqat pulli xizmatlar uchun men har bir odamni muammosini hal qilishga vaqtim ham yetmaydi. Shuning uchun gruppa bor, kiringlar, shogirdlar o'tiradi, community, qo'ldan kelgancha yordam beramiz.